Ferdinand Valiyev ham Deniz Abdullin. Baldash rayoni ham Qozon shahrining Vahidov rayoni. Başladık. Arkadaşlar. Valiyev Ferdinand Qizilsirgili kurashi. Qozonda o'qiy boshlagan vaqtidan boshlab İskenderun Kurulga. Cevdet Husaynning yetakchiligida kurash sirlarini tushgan. Bugungi kunda Baldash rayonidan yaqqay. O'tgan yil Tatariston chempionatida jengib yavlay. Avul xo'jalik ham oziq-tulik ministrligi prizlarini olganligida birinchi qo'lam. İskenderun. Turmush yurtdoshi Elmir bilan Yirik ismli 3 yoshlik o'ldiradi. Valiyev Ferdinand. Deniz Abdullin. Tataristonning ot qozongan sportchisi. Arkadaşlar ikisine de birer teşekkür arkadaşlar. Birer alımları göstermegen için. Tataristonning ham Rossiyaning 4 topqir chempioni. Musa Jaliliy Stalegin Avdusha turnirining 3 topqir chempioni. Ham avul xo'jaligi ham oziq-tulik ministrligi prizlarini o'ldirgan baygining Shulayov 4 topqir chempioni. Meclis Ülke'nin ilke. Kamata rayonida tug'an. 2002 yilda Mang'arshi boks bilan shug'ullangan Denizni Marat Ahmadiyev kurash to'garagini yeta boshlaydi. Ham Tataristonning qozongan borsasi ismini yetkazadi. Deniz Abdullin turmush yurtdoshi Oliya bilan Rayyan ismli 2 yoshlik qiz o'stiradi. Qozon yurtdan kurashni. Demak, Ferdinand Valiyev bilan Deniz Abdullin kurash davom etadi. Topraklar kaldı. Alıp sanalmış. Mutlaka arkadaşlar. Başarılılar. Karbal yakın bölgeli karşıya. Illesi kod vaqt qoldi. Vaqtni qisqartirib, to'g'ri bor. To'g'ri ko'rgazgan. Uşaman. Karışadı. Hozir Nasrli bilan Deniz Abdullin oldi bora. Amoniye sizigizde marap çıkar kerak. Legende babaylar soğuşka barganda bizden evlerin marap barganlar bizim Tatar babaylar. Sizde marap çıkar bizden evleriniz. Başladı. Kırk sekund vaqt qoldi. Geçen de öyle sürdürüp çıkardı.
2'ye 2. Abdülhamid'in teknik balı var. Yok, ortaga kıraşlar. Kıraşlar ortaga. Vakıt. Bunda 2'ye 2. Teknik bal Abdülhamid'e bu barda ol jеңişi olup tanılar.